$225 ming ga 4 etajli 10 ta xonasi bor Uchtepa tumani O'rizorda joylashgan uyimiz sotuvga chiqdi. Qaranglar, elitni mahallada joylashgan ekan, hammasi atrofida 3-4 etajli xonadonlar. Uyimizni fasad qismi oppoq travertin qilingan. Ketdik, endi biz obzorimizni boshlaymiz. Men hozir hovli qismida turibman. Juda ham chiroyli landshaft qilib qo'yishgan ekan. Avtomatik varota qo'yilgan. Hovliga bemalol bitta mashina kiradigan joy bor. Tepada o'zining terrasasi ham bor ekan. Ketdik, endi uyning ichini ko'rib chiqamiz. Kirganimizda xo'l, shunaqa chiroyli mягкий divan qilib qo'yishgan ekan. Bu kuxnya, mebeli texnikasi tayyor. Xonaning kengligini qaranglar, даже stul ham qo'yishgan ekan. Yonida yosh kattalovchi spalna joylashyapti. Biz sizlar bilan qolgan xonalarni ham ko'rib chiqamiz. Bu yerda kichkinagina shiringina terrasasi bor ekan. $225 ming ga Uchtepa tumani O'rizorda joylashgan 10 ta xonali 4 etajli xonadon sotib olishingiz mumkin. Shunaqa mebel texnikasi bilan tayyor. Yana -2 etaj podvali ham bor. Bu детский xonamiz, ikkita krovat, shkaf qo'yishgan ekan. Yonida zal joylashyapti. Qaranglar, stul hammasi tayyor. Ketdik, endi balkonga chiqib ko'ramiz. Balkondan terrasaga chiqsanglar bo'lar ekan. Kengligini qaranglar, bemalol dam olib o'tirsanglar bo'ladi. Menga bu uyning sitovoy interyeri juda ham yoqdi. Svetli, chiroyli ranglar tanlashgan ekan. Bu esa ikkinchi etajdagi umumiy sanuzel. Biz sizlar bilan ikkita etaj podvalni ko'rib chiqamiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like va podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.